Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimizdan boshlab kiritish va chiqarish manbalari to'g'risida gaplashishni boshlaymiz. Kiritish va chiqarish manbalari to'g'risida Javadan boshlang'ich darsimizni o'rganayotgan vaqtimizda ham ozgina gaplashganmiz. Faylga ma'lumot yozganmiz, undan ma'lumot o'qiganmiz, lekin u gaplashgan gaplarimiz nihoyatda qisqa edi. Endi bu mavzuga sal chuqurroq kirishga harakat qilib ko'ramiz. Sizlar bilan eng birinchi gaplashmoqchi bo'layotgan narsam bu fayl klassi. Fayl klassi Java IO paketi ichida joylashgan. Mana bu yerda ko'rsatib qo'ygandek, Java IO paketi ichida fayl klassi bor deyapti. Endi hozir men buni ikki marta chertadigan bo'lsam, o'zi Java IO ning ichidagi fayl klassini import qilib olyapti. Demak, bu Java IO ning ichida joylashgan ekan. Faylda sizlarga aytib bermoqchi bo'layotgan maydonlarimdan bittasi file.separator degan maydon. Bu maydonni ko'radigan bo'lsak, ekranga buni chiqaryapti. Bu nima keragi bor? Bu papka bilan papkani orasini ajratib beradigan narsa. Biror faylni ko'rsatayotgan vaqtimizda bir papka bilan ikkinchi papkani orasini shu bilan ajratamiz. Misol uchun, C diskning ichidagi vaqtincha desak, C diskning ichidagi degan narsa mana bu belgi chiqyapti. Windowsda shunaqa chiqayotgan bo'lgani bilan boshqa tizimlarda boshqa narsa chiqishi mumkin. Shuning uchun ham agar biz o'zimiz yozayotgan fayllar bilan ishlaydigan dastur har qanday operatsion tizimda hech qanday xatoliksiz ishlayverishini xohlaydigan bo'lsak, albatta biz fayl klassini statik maydonlardan biri bo'lmish separator degan maydondan foydalanganimiz ma'qul. Undan tashqari path separator degan narsa ham bor. Path separator bu yo'llar orasini ajratib beradigan narsa. Ya'ni bitta yo'l bilan ikkinchi yo'l orasini ajratib beradigan narsa. Uni ko'rish uchun boshlang'ich darslarda o'rganayotgan vaqtimizda bir ish qilganda esinglarda bo'lsa, Javani kompyuterga o'rnatgandan keyin path degan joyga kirib qo'shib qo'ygandik. Mana foydalanuvchining pathi ham bor, sistemani o'zining pathi ham bor. Pathda qarasanglar mana System Windows System 32 dan keyin nuqtali virgul turibdi. Buni ichiga kirib ko'radigan bo'lsak, bundan tashqari nuqtali virgullar juda ko'pini topishimiz mumkin. Bitta yo'l bilan ikkinchi yo'lda orasini, demak, nuqtali virgul bilan ajratar ekan. Bu har qanday operatsion tizimda bir xil bo'lavermaydi. Unix, Windows, Linuxlar bir-biridan farq qilishi mumkin. Shuning uchun ham buni ham bilib qo'yganimiz maqsadga muvofiq. Endi hozir kelinlar fayl klassidan qanaqa qilib obyekt olishni o'rganaylik. Fayl klassidan obyekt olish ham xuddi boshqa klasslardan obyekt olishga o'xshab ketadi. Avval klass nomini yozamiz. Undan keyin obyektimizga nom beramiz. Barobar new file deymizda, qaysi fayl bilan ishlamoqchi bo'layotgan bo'lsak, h faylda ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Yoki bo'lmasam qaysi papka bilan ishlamoqchi bo'layotgan bo'lsak, h papkani ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Shuni ham e'tibordan chetda qoldirmaslik kerakki, fayl klassi faqat fayllar bilan emas, papkalar bilan ishlanayotgan vaqtda ham qo'llanilishi mumkin. Endi demak, men hozir faylni ko'rsatishim kerak ekan. Faylni ko'rsatish uchun C deb yozaman. Plus deymanda file separator deb yozay. Vaqtincha degan papkaning ichida bitta faylim bor. Shu fayl bilan ishlashni o'rganmoqchiman hozir. File.txt degan faylim bor. Ekranga bir narsani chiqarib ko'raylik. Fayl degan obyektni olib oldim. Fayl degan obyektda exist degan metodi bor. Sizlarga eng birinchi aytib bermoqchi bo'lgan narsam. Exist degan metod bu aslida exist degani mavjud bo'lmoq degani. Mavjudmi degan narsani bildiradi bu. Agar fayl rostdan mavjud bo'ladigan bo'lsa, bu true javob qaytaradi. Agar mavjud bo'lmaydigan bo'lsa, false javob qaytaradi. Bundan oldin bir narsani ekranga chiqarib ko'raman. Sysout faylni o'zini chiqarib yuboray. Ko'rsam mana C diskning ichida mana buni qo'yibdi. Undan keyin vaqtinchani ichida deyapti, file.txt deyapti. True deyapti, chunki existligi rost ekan. Haqiqatan ham qarasak, C diskning ichida, vaqtinchani ichida file.txt faylim bor ekan. Xo'p, endi men buni nomini o'zgartirib file1text deb qo'yadigan bo'lsam. Endi dasturda qaytadan ishga tushirsam, endi bu false deyapti. Chunki exist emas. Demak, bu exist degan metod agar fayl bor bo'ladigan bo'lsa, true degan javob qaytarar ekan. Agar fayl yo'q bo'ladigan bo'lsa, false deb javob qaytarib berar ekan. Existni o'rganib bo'ldik. Endi hozir o'rganmoqchi bo'lgan narsamiz yana faylda create new file degan metodi bor. Create new file yangi fayl yaratish uchun foydalaniladi. Endi hozir buni ham bir yo'l ekranga chiqaraylik. File create new file deylik. Endi bu tagga chizib qo'yilayotganligini sababi exception tashlaydi bu. IO exception tashlaydi deyapti. Bu IO exception tashlashining sababi hamma joyga ham fayl ochishning imkoniyati bor bo'lavermaydi. Ba'zi joylarga o'zimiz ko'rsatgan joyga fayl ochishning imkoniyati yo'q bo'lishi ham mumkin. Uni ham hozir bitta misolda ko'ramiz. Avval buni surround with strike cache deb olib, chunki bunga bir harakat qilib ko'raylik oldin. File text yo'q endi bu papkada. Hozir men bu papkani qaraydigan bo'lsam,
Fayl teksti yo'q. Failbek text bu umuman boshqa fayl. Endi men bu faylda ekranga yaralgan yoki yaralmaganligi to'g'risidagi ma'lumotni chiqardim mana. Fayl yaraldi. Yangi fayl yaraldi. Shuning uchun ham true javob qaytaryapti. Hozir men papkani qaraydigan bo'lsam mana file.txt fayli yaraldi. Shuning uchun ham true javob qaytaryapti. Yana bir marta ishga tushiradigan bo'lsam, false deyapti. Chunki yangi fayl yaralganligi yo'q. Endi IOException qachon tashlaydi, shuni ko'raylik. Hozir mana ekranga C sabab turib, endi get message deymiz. Undan keyin C diskka emas endi. Meni hozir E diskim DVD-ROM uchun ishlaydi, shuning uchun ham E diskni ochib ko'raylik. Qurilma ishga tayyor emas deyapti. Demak, men bu qurilmaga fayl ochish imkoniyatim yo'q ekan. Shuning uchun ham bu get message mana bu messajni menga olib kelib berdi. Menimcha bugungi yetarli bo'lsa kerak, chunki darsimiz cho'zilib ketyapti. Fayllar bilan ishlashni davomini keyingi darslarimizga qoldiramiz. Shu bilan keyingi darsimizda ko'rishgunimizcha xayr, salomat bo'linglar.